Ro'ziyevna Zuhrovich. Jarqo'rg'on yangi turmush mahallasi raisi. Aslan Ravshanman. Yangi turmush mahallasi fuqarosiman. Qilichi Bekmurodman, yangi turmush mahallasi fuqarosiman. Mahallada necha ming aholi bor? Biz mahallamizda yangi turmush aholisida 3560 ta aholi sonimiz bor. 825 ta oilamiz bor, 625 ta xonadonimiz bor. Nechta qishloq tarkibga kirgan? 12 ta ko'chamiz bor. 12 ta ko'cha. Bu qaysi ko'cha? Bu Karvon ko'chamiz. Qariyb 200 ta xo'jalik yashaydi. Evet. Siz ko'chada yashaysizlar? Ko'chada 95-yil, 30 yildan beri mana shu qishloqda yashab kelyapmiz. 10 yil besibit o'tirdik, sibitsiz. 2000-yil aholi pul yig'ishtirib, o'zimiz transformator olib keldik, ustol olib keldik. Mana shu 2000-yil sibitda o'tiribmiz. Shu bir topganimiz, bir xilga yaxshi ustol bor, bir xilda ko'rgan bo'lsam, terak tikab qo'yibdi, 2 metr odamning bo'yi yetadi. Mahalla bo'yicha hisoblaganimda tak 220 tam kerak. 200-250 ga yaqin temir beton stullar kerak. Transformatorimiz 80likmi 100lik transformator qo'yganmiz. Uni har bir xo'jalik ikkitadan spiral tiqqandan keyin qish paytida suvimiz chirab qoladi. Nechta transformator bor umuman mahalla hududida? Mahallamizda 8 ta transformator bor. Nechtasi boya ko'rganimizdek? Yaroq sog'lik kelgani bir 4 tasi yaroq sog'lik. Yarmi. Yana qo'shimcha nechta kerak bo'lyapti? Qo'shimcha menga hozir 3 talar kerak. Keyingi masala. Yo'l Keyingi masalasi, keyingi masalamiz masalamiz yo'l masalasi. Bolalarimiz 3 kilometrga mana shu Turpoq ko'chada, Loy ko'chada maktabga borib keladi. Nechinchi maktabga? 38-maktabga borib keladi. Yarimi bu tomoni bu ko'chamiz narigi beti yarimi 41-maktabga boradi. U ham 3 kilometr. Nechta o'quvchi bor shu 200 ta xonadonda? Bir 180 talar bor. 200 talar. 200 talar U bor. qo'shni qishloq qanaqa nomi? Qo'shni Neftchi mahallasi. mahallasi. Faqat orada bitta ko'cha bor, qo'shni mahallamizda. Agar bo'lardigan bolalarni qo'shsak, 450 500 ta bo'ladi. Taklifimiz shu qishlog'imizdan xudo xolasa maktab qurib berishlarimiz kerak. Ikki qishloqning o'rtasiga. Ikki qishloqdan 500 ta 600 ta o'quvchi bo'ladi nasib qilsa xudo xolasa. Yana bir masalamiz bizniki shu agarat tomorqalarimiz suvlashimiz kerak. Hozir mana shu may oyiga dor shu yog'ingarchilik bilan boramiz. May oyidan keyin biz fermerlardan suv ola olmaymiz. O'tgan yil tajribasi, undan oldingi yillar qanday sug'oryapsizlar? Shu bozor kuni bir amallab bunga yillanib, iltimos qilib Fermerdan oshsa. Fermer xo'jaligidan. biz tomorqa solib to'layotgan bo'lsak, gap qolgan sug'oriladigan yer hisobida to'lanadi. Prezidentimiz nima deyapti? Ko'chaga chiq, bor, xalq bilan shug'ullan deyapti. Vazirlar kelsin mana, kelib xalqni ichiga oralasin, ko'chalarni ko'rsin, maktabni ko'rsin, xalqning dardini eshitsin. Sizga dor aka 20 ta odam kelgan. Maktab bo'yicha ham, ko'cha bo'yicha ham, svet bo'yicha ham. Lekin bitta ustolvadan boshqa hali bizning ko'chamizga bitta narsa kelib qurilgan ham yo'q. Mana bu dardimizni eshitdingiz aka. Yo'l masalamiz, svet masalamiz, maktab masalamiz, mana tomorqadagi suvni masalamiz. Mana shu gaplarimizni nasibda xudo xolasa Toshkentdan yuqoriga prezident bobomizga yetkazingizlar. Biz yashayotgan nimalarni ko'rsin akalar. Bizda oddiy qaralarning ham dardini eshitdingizlar. Gapimiz to'g'ri telefonda qolib ketmasin.